Uzunligi ham uzunligi ham mana. $200 kami bor mana. Bozorda eng katta kuchi o'tiribdi. Bobo, endi tashqaridan chiqib qolsa, kelishilgan holatda aloqaga chiqib qolasizlar. Yigitimiz qanaqa zot ekan bu? Turkmenskiy alabay tozasi. Turkmenskiy alabay tozasini olaman degan akalarimizga bitta kim tikka turgani ko'rsak bo'ladimi? Mana 2 oylik, 2 oylik, 2,5 oylik. Erkak a? Toza. Nech pul deyapsiz? Aka $150 deyapsan. $150 tikka ekan bu ham? Erkak. Ha, bu zumani kucha. 200 ming. Erkakmi? Ha, erkak aka. 8 ming kam bor. Samarqandda 600 mingga sotildi. Qani bo'lsa. Aka, bunaqa zot kam yo'q. Terapiski. Kattaroq bo'ladi. Necha oylik bu? Bu 3 oylik. Kino. Ajal kinodagi nimani boshqachasi ekanda? To'g'ri. Hali egasini kutgan. Ha, egasini kutgan it ekan. Necha oylik bu? Assalomu alaykum obunachilar. Bugun mana Farg'ona viloyati 5 bola it bozoridamiz. Turkmanskiy alabaydi. Tozasi chiqqan 8 oylik. Buni kuchugini bozorga chiqmaydi kuchugini, o'zlaring bilasizlar. Bu ham kuchugi 8 oylik, yana o'rgatib olsa bo'ladi. Boquvi o'rtacharoq bo'libdi, mana uzunligi ham. Ishlamaydi, bemalol o'rgatib olsalar ham katta fermalarga ham toza, Qirg'izdan o'tgan ekan bu. Egalari Qirg'izistondan o'tgan deyapti. Cho'ponlarga ham zo'r. Narxini $150 deyapti. Raqamlarni telefonga shu ekranlarga qo'yib qo'yamiz yo og'zaki aytib o'tib ketamiz. Bugun Farg'ona 5 viloyat bozori juda chiroyli bo'ldi. Mana Husky, Hatiko hamma kuchuklar chiqqan. Video davomida hammasini yoritib boramiz. Davom etamiz. Oxirida itlar zo'r. Qanaqa zotida bu aka? Pitbull. Pitbullni mana tozalari keldi. Bunisi vashchi udar ekan. Nech pul deyapsiz to'g'ri bularda? Bunisi 5 million. 5 million? Bular 3 milliondan. Nima farqi bor endi bu? Qimmat ekan 5 million. Endi buni xonada dok bor. Dok. Bular toza pitbull. Toza bitta erkak. Qoni boshqa. Bitta erkak ikkita qancha olgan a? Ha, mo'la eri xotin. Hammasini olib qoni boshqa. Qoni boshqa. Ondan buni qonida bola bo'lishi ham mumkin. Ha, billa yurganda. Ha, bitta joyda turgan. 3 million kami bor. Ne? Har birimi 3 million, 6 million, uchovi 3 million. bunisi 5 million. Bitta qancha bitta erkak. Mana erkak olaman deganlarga bitta erkak bor ekan. Yosh qanaqa bulardi? Yoshlari 1 yashardan. 1 yashardan. Qat. Og'a, Bormi edi? og'a. Yo'q, kaltini yoqqa qo'yiladi. Boshqa viloyatlarga dastlabkasi bor-a? Beramiz. Kelishilgan holatda qilib berasiz. Beramiz. Buni sal kami bormi yopishtiribroq ayting 5 million. Yo'q, shunaqa qimmat kuchuymi? Endi oladigan odam so'raveradi uka. Biz bu aytyapmiz, chipcha kamiti beraveramiz. Qanaqa bir 3 millionga qo'shsa bo'ladimi yo Beraveramiz. 3 millionga mana ozgina qo'shsa mana tozasi chiqib qoldi. Bir marta tuqqan bu? 1,5 yosh edingizmi? Qimmatda. 2 marta tuqqan. 15 ta tug'di dedingizmi? Keyingisi 15 ta tug'di. Ikkinchisi 15 ta tug'di. Keyingisi 15 ta tug'di. O'sha qancha anaqa tishlab olgansiz ana? Ya, umuman yuvosh, hech kimga tegmaydi. Boshqalarga ham tegmaydi. Omoy mashinasi. O'ta tozasidan. Молодец, bola. Bitta tuqqanda 15 ta tug'di. Bola zot olaman deganga ham zo'r ekan. Ishlamas ekanmi? Yo'q, ishlamas ekan. Nargilari qanaqa 3 milliondan dedingiz? 2 million pastga bitadimi? Donaga? Ha, to'g'ri? Beri xotinni olsa berib yuboraman. Jupiga olsa, Ha. telefon raqami ayting endi. Telefon raqami. To'g'ri? Telefon nomer bering. Men telefon ishlatmayman. Telefon ishlatmaysizmi? Umuman. Ha, sheriklargami bir? Sheriklargami bir? Birorta nomer bering endi. Temir yo'l vokzalida. Temir yo'l vokzalida. Marhamatgacha ko'rdi. Garchkov. Stansiyada. Xitoyda. Akalar bu tog'amizning nomeri yo'q ekan, hali boshqa viloyatdan ko'rayotganlar bo'lsa, boshida bitta nomer qo'ydik.
Videoni boshida 4ta 5ta ko'rsatdik o'sha nomerdagi aka ba'zi jana bo'lar ekan, o'sha nomerga telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar, lekin bo'ldi va shu udorlari chiqdi. Bunisiga endi vashi gap yo'q. 26-oktyabr 2025-yil sanasi. Shu diyorning nomerini beraver. Bo'ldi o'sha Ket qoch. qo'ydik u nomerda. Shu nomerga telefon qilavergansiz, shu tog'ani shu bolalar orqali topasizlar. Xotim Azam aka. Azam aka. Azam aka bozoringiz bersin. Hop, Sog' bo'ling. Kuchugimiz husky yosh qancha aka? Yoshi 2 oylik. 2 oylik. 2 oylik, 2,5 oylik. Erkak a? Toza. Nech pul deyapsiz? Aka $150 deyapsan. $150 kami bor. Kami bor. 100 pastda bo'ladimi? Yo'q, 100 pastda bo'lmaydi. 100 tepasida. $100 ga berib yuboraman. $100 ga beraverasiz. Farg'ona qayerda aka? Shahar. Shaharmi? Telefon raqamingiz? Yana bormi? Nagilar qanaqa? Pitbullmi aka? Bitta qo'yib yuboramiz. Keling. Bitta qo'yib yuboramiz. Mana aka da berma. Da beraman kuchuk. Da beraman. Erkak ekan bu ham? Erkak. Ha, bu zuvani kucha. Zoni. Bunisi nech pul? Zuvani kucha 200 ming so'm. Mana da bermanimiz aka 1 million. 1 million so'm. Yosh qanaqa buni? Yoshi 2 oylik. 2 oylik bunisi ham. Telefon raqamingiz? Mana. Yana bormi? Mana bitta Kattaroq olgan. Ha, bu kushqari bu aka. Qarang. Kushqari, ovchi. Qara olchi. Erkakmi? Erkak. Necha oylik? Bu 2 oylik. Bu ham 2 oylik. Narx qancha? Narxi 1 million aka. 1 million. Kami bor. Qana it kelib, savdo olasiz, topib Siz beraveramiz. topilaveradi. Pastayni. Farg'ona 5 bola it bozoridamiz. Telefon raqamingizni aytasizmi? 88 629 29 26 26 raqamlariga aloqa chiqaverasiz. 26 29 raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Aziz. Mushuk kimdan mushuk? Bobo, Bizdan aka. qanaqa zot bu aka? Britanskimi? Ha? Britansk. Britanskiga o'xshayapti. Nech pul deyapsiz? 800 ming. Erkakmi? Ha, erkak aka. 800 ming kam bor. Samarqandda 600 mingga sotildi. Kami Xuddi shunaqa Britanskiy. Kami bor. Kami bor. Kamini qilib beraveramiz. Nomer beramizmi yo sotilib ketadi? 88 88 811 811 1165. 1165 raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Aka bunisidan ko'rsatib 700 ming kami bor aka. qo'lingizni olib ko'rsatsangiz ko'rinmayapti. Yo'q, hali. Ochish ketmaydimi? Ha, damashni. 10-inch. Qiz bola yaqinda tug'adi. Kalasi 5 turamiz. Zotni qanaqa desangiz? Inshaalloh. Shishali? Yaqinda tug'ilgan. Shishali. Homli mushugimiz. Necha pul aka bu? 700 ming kami bor aka. Yaqinda tug'ilgan, ko'paytirgani ham olsa bo'laverganda. Bo'ladi. Nomer aytaver. Telefon aytasiz? 93 93lik 865 865 85 85 95. 95 raqamga aloqa chiqaverasizlar. Xonakimi? Farg'onada. Zot qanaqa? Qani ko'rsa, Qani noyob ko'rsa. zotidan aka, bunaqa zot kam yo'q. Terapiski. Kattaroq bo'ladi. Necha oylik bu? Bu 3 oylik. 3 oylik. Tez katta bo'larkanmi bu? Lapalari ham katta. To'riqchilikka, dila krasataga, axranalikka zo'r. Quloqlar kesiladimi? Ha, quloq kesiladi. Dumi zamatskoymi? Yo'q, dumi ham kesiladi. Nima kesilganda buni? Xollasa kestiradi, xollasa shart emas. Erkak-a? Yo'q, urg'och aka. Urg'ochmi? Necha pul deyapsiz? 3 million aka. 3 million so'm. Kami bor. Kami bor, oz-moz kamini qilib beramiz aka. 2,5 pastda, 2,5 pastda bo'ladi? 2,5 pastda bo'ladi? Yo'q, aka, zot telefon qilishaversin, gaplashamiz. Telefon qilishaversin. Ha, bu iloji boricha yaxshi qo'llarga ketish kerakda. O'zing ko'rsatib bering. Telefon raqamingizni Asha akamizga hozir birinchi olingan videolar ham Asha akamizdan. O'sha raqamga chiqishaveradimi? Yana bitta aytib boring. 88 88 629 629 26 29. 26. Iloji bo'lsa yaxshi qaraydiganlar telefon qilsin-da, bali olib borib qo'yib baylab bunaqa nima qiladiganlar Kerak, shart emas. yaxshi bunday sifatga boqaman. Bekorchilar ham bezovta qilmasdan. Realni oladigan O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor-a? Bor. Jo'natib beraverasiz. Dastavkasini kelishgan holatda. Uni o'zini Ha, hisobidan. o'zini hisobidan bo'ladi, mijoz hisobidan. Bo'ladi. Iloji bo'lsa biz uzoqqa olishsa, pullarni kamaytirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Yana bormi kuchukdan? Endi ovcharka bor aka. Asharga kimdan? Yo'q, o'zimiz. Erkakmi? Urg'ochi.
Urg'ochi. Urg'ochi. Nemetskiymi bu? Ha, Nemetskiy. Nemetskiy. Nech pul deyapsiz buni? Buni aka 2 million deyapmiz. 2 million kam bor. Kami bor. Bozor qancha qilyapti o'zi? Yo'q, Ko'ryapti bozor? Ha, bozor 1 million qildi bermadik aka. Xamandalar bilan nimalar bor? Gapga tushunadi endi. Gapga Qiz bola. tushunadi. Ha. Necha oyli yoshmi? Yo'q, 1 yoshga yaqin. 1 yoshga yaqin. 1 yoshga. U 1 yosh ham bo'ldi. Biramida tug'dimi? Yo'q, tug'magan. Hal tuqqan yo'q. Yo'q, techkasi kelyapti, tayyor. Ha. Sifati bor aka. Projoglari bor, aporti bor aka. 1 millionga qo'shilsa berasiz. Yo'q, aka 2 million baho aytyapmiz, 2 million pastida gaplashmaymiz. 1,5 million pastida gaplashamiz. Yopishtirib aytyapsiz-ku, realniy narx. Ozgina kam bor ekanda. Avtochkani ham ko'ryapsiz, vostochkalarni ham 2 millionda. Ularlar ham tik kelgan-a? Ha, bu tozasi aka, klonlari ham bor. Bo'ldi. O'sha raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Oxirini telefon raqami nechidir? 26 26-29 ga aloqa chiqarasizlar. Akani yoshligida boqaman degan akalarga kuchukchasi. Nech pul ekan? Avtochka. Aka 1 million so'm deyapmiz. Arzonroq qilib beramiz kardeş. Kelishib Ha, berasiz. kelishtirib beramiz. Ularlar endi turyapti. Bular Malinova bilan avtochkani bo'ladi. Necha oylik bu o'zi? 1,5 oylikdan 1,5 oylik. Bu ham o'sha sizga chiqaradimi Ha, aloqaga? mana aka bozorda hamma insonga qarash. Bo'ldi. Hatiko ino. Gapishni bu baylanib turibdimi Ha, hozir? baylan. Hatiko ino. Ajal kinodagi nimani boshqachasi ekanda? To'g'ri. Hali egasini kutgan. Ha, egasini kutgan it ekan. Necha oylik bu aka? Bu 1 yosh 1 yoshli. Erkak. erkak. Nech pul deyapsiz buni? 1,5 million. 1,5 million kami bor. Ozmoz. Ozmoz. Ashakamizga aloqa chiqarasizlar. Telefon raqami boshida aytdik, 2 marta, 3 martalab aytdik. Itlar qanaqa it? Sizda qanaqa kuchuk bo'lsa, alabaylar ham bormi aka? Turkman nimalar? Alabaylar endi baqa bozorga chiqmaydi. Bozorga chiqmaydimi? Ha, Hazakas qilib beraverasiz. qilib beraveramiz. Eng zo'r itlarda aka ponni chiqartirib beradi. Vodiy va Ponni o'zi keladi. Telegramimizda yozsa rasmdan tashlab beraverasiz. Telegramimizda alohida o'zi it gulpalar kanallarimiz ham bor. Yozsa rasmdan tashlab narxlarini tashlab beraverasiz. Bo'laveradi aka, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Navbatdagi kuchugimiz zot qanaqa aka? Golden Retriever. Golden Retriever degan kuchugimiz necha oylik bo'ldi? 1,2 oylik. 1,2 oylik. Turkcha bo'ladimi? Ha. Erkakmi aka? Hayır. Necha pul deyapsiz? 200 $200 kam bor. Bu nimalari bor? Bu dekorativniy nima chiroyli Ovchi it deyishadi. Ovchi. Komandalari bor. kamandalari bor. O'rgatilgan. Ha. Uni mana g'itsa olib keladimi? Olib keladi. Qo'yib olsa bo'ladimi? Bu mavlay qisqa. Kim ko'rsatadi deydi. Ovchi ekan, agar kim qiziqadigan bo'lsa, telefon raqamingizni beraverasizmi? Nechchilik? 93lik 098 048 2003 raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Turg'izincha aka bitta oyoq qo'li uzoqdan ko'rayotganlar bor-da mana. Mana. 1 yashar 2 oylik. Yana o'rgatsa bo'laverar ekanda, hali yoshi bu, ha? Yeb ichlar joyida, sog'lig'i joyida. Privivkalari bo'lgani? Ha, Dastavkalarchi? Chiqib qolsa. Bobo, endi tashqaridan chiqib qolsa. Kelishilgan holatda aloqaga chiqarasizlar. Yigitimiz qanaqa zot aka bu? Turkmenskiy alabay tozasi. Turkmenskiy alabay tozasini olaman degan akalarimizga bitta akim tikka turgani ko'rsak bo'ladimi? Mana. Necha yoshli aka? 8 oylik bo'ladi. 8 oylik ha, hali. 8 oylik kuchukdi mana ko'rinishi. Quloqlari kesilgan. Erkak. Nech pul deyapsiz aka? 50 bo'lsa beramiz. $150. Kami bor. Oxirgi narxi. Omili zo'r kuchuk ekan. Haqiqiy tozasi Turkmenskiy alabay. Hali kuchuk bu. Yaxshi bo'lsa yana berish kerak, cho'ziladi bu. Telefon raqam beramiz aka? Beramiz. Nechilik? 50. 50lik 057 80 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Ishlamadimi? Yo'q. Aman go'zal ekan. Toza it kuchugi olaman degan. O'zi bunaqa kuchuklar kam chiqadi bozorga. Masalan 1 oy, 2 oyliklari pastga qo'ldan sotiladi.
To'g'rimi aka? Bu bozorga chiqmaydi-da tozalari. Pachakas yetib kelmaydi. Qirg'izistondan o'tgan, ha? Bu cho'ponlarga ham bo'laversa kerak, uylarga. Farg'ona Beshbola it bozoridamiz. Telefon qilsalaring dastlabkasini kelishilgan holatda o'zi akamiz. Qolib ketib qolyapti o'zimiz ishda. Ha, o'shacha boqib, endi bu bular ko'paydi-da, yaxshiroq berish kerak. Qiziqqan akalar bo'lsa, mana qidirib yurganlar bo'lsa, Turkmenskiy alavay tozasi. Aloqaga chiqaverasizlar, qolganini o'sha akamiz o'zidan so'raverasizlar ma'lumotlarni. Bozoringiz bersin. Navbatdagi kuchuklarimiz zot qanaqa aka? Pitbull, ha? Erkakmi bu? Uchovi ham qiz, ha? Necha oylik bo'ldi? 50 kunlik, 2 oylik bo'lmagan kuchuklar. Tozasimi aka? Otasi ham, onasi ham toza. Toza aka. Nech pul deyapsiz? 500 mingdan deyapmiz aka. Yuzini ko'rsating, bekitib ol deydi. 500 mingdan kami bor yana. Farg'ona Beshbola it bozoridamiz. Nech telefon raqamingiz? 91lik 674 0995 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Qaytdiki aka shaharga? Oltiariqga, Oltiariq tuman. Dastlabkilarni qilib berasiz. Erkak yo'qmi aka bular? Erkak yo'q aka, sotildi hozir. Sotildi, nech pul sotildi? 800 ming. 800 ming sotildi. Zot olaman degan gap bo'lsa, onasi ham bor. Onasi ham Boshqa kuchuklar yo'q. Yana so'raganlarga bor, bitta erkak bor. Bitta qimmatroq. shuni erkagi bor, ha? Nech pul? $150 deyapti. $150. Kami bor, ha? Millionga qo'shsa beraverasizmi? Beraveradi. 1 millionga ozgina qo'shsalaring. O'zbekiston bo'yicha dastlabkasini kelishilgan narxda qilib berishaveradi. Qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar. Farg'ona viloyati Oltiariqlik akalarimiz ekan. Bozoringiz bersin aka.